Bugun Kolumbiyada 7 ball kuchlanishdagi zilzila sodir bo'ldi. Tabiiy ofat mamlakatning poytaxtiga yaqin hududda ro'y bergan. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas, ammo yer silkinishi ko'plab imoratlarni vayron qildi. Aynan mana shu zilzilalar kuzatilayotgan Kolumbiya davlatidan dunyodagi eng yirik giyohvand moddalar sotuvchisi chiqqanligi ko'pchilikka ma'lum. Ha, u o'sha mashhur Pablo Escobar. O'sha insonga qilgan amallari va tashqi ko'rinishi bilan o'xshab ketadigan dunyodagi eng yirik narkobaronlardan biri qamaldi. Aslida AQSh fuqarosi bo'lgan Muhammad Hafiz ismli ushbu shaxs Britaniyada yashab, yillar davomida butun dunyoga eng xavfli narkotiklarni tarqatish bilan shug'ullangan. U juda keng qamrovni egallaganligi uchun jinoyatchilar olamida uni sulton deb atashgan. U boshqa raqobatchilarning oyog'iga bolta uraman deb o'zini o'zi fosh qilib qo'yadi va 2017-yilda Britaniyadan AQShga ekstraditsiya qilinadi. 6-iyun kuni esa Nyu-York sudi uni 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qildi. 16 yil qamoqda yotadigan shaxs masalasidan 140 yil mobaynida suv ostida yotgan kema mavzusiga o'tamiz. 1888-yil, bundan 140 yil avval Britaniyada cho'kkan kema topildi. O'sha vaqtlarda kema 23 nafar ekipaj a'zosi bilan g'oyib bo'lgani haqida xabarlar berilgan ekan. Ammo hech kim shu vaqtga qadar uning qayerda ekanligini aniqlay olmagandi. Buni qarangki, 53 yoshli g'avvos suvda singan likopcha bo'lagini ko'rib qoladi. Unga g'oyib bo'lgan kemaning logotipi tushirilgandi. G'avvos bunga guvoh bo'lganidan keyin tinmasdan izlanishga tushadi va oxiri kemani topishga muvaffaq bo'ladi. Bir asr u 40 yil oldin yo'qolgan kemani butun dunyo qidirdi va oxiri topdi. Ammo odam o'zini yo'qotadigan bo'lsa, o'zidan bo'lak butun dunyo ham yordam bera olmaydi. Shuning uchun o'zingiz va o'zligingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.